hammani qiziqtirgan va nima uchundir javobi topilmayotgan savol: haydovchi ruldaligida maygov orqali elektron hujjatlarni ko'rsatsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Bitta narsani bilib oling, bu narsaga jiddiy e'tibor berishimiz shart. Sababi Vazirlar Mahkamasining 897-sonli, ya'ni 2024-yil 27-dekabrdagi ijtimoiy kartani rivojlantirish masalasi bo'yicha chiqarilgan qarorda ko'rsatilishicha, 2025-yil 1-iyuldan boshlab ijtimoiy kartani ta'sirini kuchaytirish belgilab qo'yildi. Ya'ni elektron MyGov orqali shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatilganda banklarda, notarial idoralarda va boshqa 18 ta idorada buni qabul qilish ko'zda tutilgan. Lekin bu joyda ahamiyat berishimiz lozim bo'lgan yana bitta joyi bor. Bu ham bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning, ya'ni MJTKning 135-moddasi. U yerda aniq belgilab o'tilganki, agar haydovchining yonida biometrik pasport yoki ID kartasi bo'lsa, u holda transport vositasini boshqarish ruxsat etiladi. Boshqa hujjatlar esa so'ralmaydi. Lekin bu pasport yoki ID karta asl va jismoniy qo'l bilan ushlab ko'radigan pasport holatida bo'lishi kerak. Muammo nimada? Qonun bilan tasdiqlangan MJTKni kuchlimi yoki Vazirlar Mahkamasining qarori kuchlimi? Bu yerda albatta MJTK kuchli bo'ladi. Bunda normativ hujjatlarni taqqoslash yo'li bilan biz MJTKning talablariga bo'ysunishimiz lozim. Ya'ni yonimizda albatta jismoniy karta yoki biometrik pasport olib yurishga majbur bo'lib qolamiz. Shundoq ekan, siz avtomobilni boshqaryapsizmi, yoningizda yoki haydovchilik guvohnomasi yoki ID karta yoki biometrik pasport bo'lishi lozim. Siz elektron MyGovni GAI xodimiga o'tkaziraman deb o'ylamang va xomtama bo'lmang. Sabab kelgusida bu bo'lishi mumkin, lekin hozir MJTK kuchida turibdi. Unga o'zgartirish kiritilgan. Bu videoni hamma tanishlaringizga, shu mashinani ustida yurgan barcha tanishlaringizga yuborib 100% foydali bo'ladi.